Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda sizlarga hammamiz sevib iste'mol qiladigan juda foydali va shirin meva olma haqida batafsil gapirib o'tamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Olma qadimdan inson salomatligi uchun eng foydali mevalardan biri hisoblanadi. Hatto qadimiy xalq maqolida ham shunday deyiladi. Kuniga bitta olma yesak, shifokorga hojat qolmaydi. Olma vitaminlar, minerallar va antioksidantlarga juda boy. Uning tarkibida A, B, C, E va K vitaminlari, shuningdek temir, kaliy, fosfor, magniy va kalsiy kabi foydali elementlar mavjud. Olmaning foydalari: yurak sog'lomligi uchun foydali. Olma yurak, qon tomir kasalliklarining oldini oladi. Undagi tabiiy tolalar va flavonoidlar yurakni himoya qiladi. Qon bosimini me'yorda ushlab turadi. Hazm tizimini yaxshilaydi. Olmadagi tola moddalar ichaklarni tozalaydi. Ichiq qotishni bartaraf etadi va ovqat hazmini yaxshilaydi. Ayniqsa nonushtada bitta olma yeyish juda foydali hisoblanadi. Teri va soch go'zalligi uchun foydali. Olmadagi C vitamini terini tiniqlashtiradi, qarish jarayonini sekinlashtiradi va soch ildizini mustahkamlaydi. Shu sababli olma kosmetik vositalarga ham ko'p ishlatiladi. Immunitetni mustahkamlaydi. Ayniqsa kuz va qish fasllarida olma iste'mol qilish shamollash va grippdan himoya qiladi. Undagi tabiiy antioksidantlar organizmni bakteriya va viruslardan himoya qiladi. Ozishga yordam beradi. Olma past kaloriyali meva bo'lib, ochlikni bosadi va tanadagi yog'larni kamaytiradi. Shuning uchun parhez tutayotganlar uchun eng foydali tanlov bu olma. Miyaning faoliyatini yaxshilaydi. Olmadagi quercetin moddasi miya hujayralarini himoya qiladi, xotirani mustahkamlaydi va diqqatni oshiradi. Shuning uchun o'quvchilar va talabalar uchun juda foydali. Qon tarkibini tozalaydi. Olma tanadagi zararli moddalarni chiqarib tashlaydi. Jigar faoliyatini yaxshilaydi va tanani tozalaydi. Qaysi olma foydaliroq? Yashil olma ozish uchun, qizil olma esa yurak va teri sog'lomligi uchun foydaliroq. Shirin olmalar energiya beradi. Nordon olmalar esa organizmdagi toksinlarni chiqaradi. Olmani qanday iste'mol qilish kerak? Olmani po'chog'i bilan birga yegan ma'qul.